Alloh yaxshi. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Men to'g'risi bu ishni boshlamoqchi bas edim. To'g'risi boshlamasligiga sabab qo'rquvdim. Akam bilan kelib jicha gaplashilmoqda. Boshlamasak bo'lmasa ekan degan sharoitga keldik. O'zlaring bilasizlar, Kamoliddin akami asosiy uylari yonib ketuvdi. Ana hozir narsalarni olib chiqib anaqa qo'yib berishdi. Kamoliddin akami o'zlari bilan gaplashdim. Uka haqli yordami bilan bo'lsa uyimiz tezroq bitardi deyaptilar. Bitta jiyanlari mana shu yerda shlaka bloklarni qo'yishi, qurishgani yordam beryaptilar xolos. Akam o'zlari ham madikor, ham usta bo'lyaptilar, ham hasharchi bo'lyaptilar. Bizga hozir qadrdonlar hasharchilar kerak emas. Abduqodir akam proyektlarni o'zidan ko'rlang bitib ketdi. Sizlardan katta iltimos qilamiz. Mana shu akam uchun mana shu uylariga yordam qilsalaring. Akam nomerlarini pastga qo'yamiz. Qo'llaringdan kelgancha, kerak bo'lsa 5000 so'm, kerak bo'lsa 10000 so'm yordam qilinglar. Qadrdonlar, men o'zim batta bo'lolmayman. To'g'risi vaqtim yo'q, mana ham ishim bor. Akam nomerlarini qo'yamiz. Uylari mana shu qabristonining ro'parasida joylashgan. Otlari Kamoliddin aka kelib o'zlari bilan bemalol gaplashib, qo'llaringdan qancha ehsonlaring bo'lsa, saxovatli boylar Marg'ilonda juda ham ko'p. Yordam qilinglar akamga. Aka ikki og'zim o'zingiz ham gapiring endi. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Yaqinroq olib kelasiz. Men Botkin Marg'ilon Yoqon bozorida aravakashlik qilaman. Asosiy yashab turgan musibat Allohdan bir sinov kelib bo'lib ketdi. Xalqdan yordam so'rab qolaman. Alloh rozi bo'lsa, saxiy boylar bo'lsa, yordam berishlarini iltimos qilaman. Ammo hammalaringdan Allohim rozi bo'lsin. Naqat bo'lsa Allohim naqatsin. Hammalaring tanlaring sog' bo'lsin. Yana bir bora hamisha ishlaring doim bu olalaring bordi havasini ko'rib, rohatini ko'rib. Qadrdonlar, pul bermayotgan odamlarimizni umuman xafa qilish, anaqa qilish niyatimiz yo'q. Like bo'lsa, yaqinlaringga jo'natib qo'yinglar. Shlaka bloki bor odamlar shlaka bloki olib bersin, semon bilan shug'ullanganlar semon olib bersin. Agar ustalar bo'lsa, hamkorlikka chaqiramiz. Bir xona uy solinadi xolos. Nima desalaring, mana shu yerga hammom, tualet, oshxona qurib olsalar, mana bu bitta uylari bor, mana shu ikki xona desa ham bo'laveradi. Shunga kirasiz. Ashitda yashayman deyaptilar. Mana shu yerga hammom, tualet, oshxona solsam, xudo xolasa yana dehqon bozoriga chiqib ishimni davom ettiraman deyaptilar. Akam bilan biz 10-15 yillik qadrdonmiz. Akamning ko'ngillarida zig'ircha kirlari yo'q. Akam musibat kelibdi deb boshqalarga e'lon ham qilganlari yo'q. Men o'zim akamga chiqdim, akam uka shuni qilaylik dedilar. Tanjonlari sog' bo'lsin. Sizlar paddeshga qilinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Sog' bo'ling.